talabalik davri haqida bir kino ishlaganimizda hamma nimalarga aktyorlarga havas edi o'sha sahnada premyeradan oldin sahnada chiqib unaqa qilishlari o'sha mana paloncha qizimiz mana tugancha aktyor deb o'sha juda tanishtirishlariga zor edik. Endi onamni olib keldim premyeramga, ona o'tiring mana ko'ring dedim. Endi o'sha Shiringina armonim degan kino edi. O'shanda mana hamma chiqqan, endi hammaga gul beryapti. Bitta menga hech kim gul bermayapti-da. Biram xijolat bo'lganman, uyalganman. Onamga qarasam, onam yig'lab o'tiribdi. Keyin tushgandan keyin nima yig'layapsiz? Asal nimaga aytmading? Bittagina gul olib kelardim-ku desa. Ona sizni ko'pga tushirgim kelmadi-da dedim. Kino tugagandan keyin, dedi. Men dedi buni dedi televizorda ham ko'rsam bo'ladimi? Esmeralda o'tib ketdi-da dedilar. O'sha bet Esmeralda beradilar. Ko'p yigitlar sevgi izhor qilishadi.